Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda sizlar bilan Total Commander dasturida disklarni o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun klaviaturada tezkor tugmalar orqali ishlatishimiz mumkin yoki sichqonchamiz bilan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Sichqonchadan bemalol tanlab ishlatishimiz mumkin. Endi klaviaturadan tezkor tugmachalar orqali ham ishlatishimiz mumkin. Buning uchun Alt F1 tugmasi chap oynaga ochadi. Alt F2 tugmasi o'ng tomondagi oynani boshqaradi. Mana ko'ryapsiz. Alt F1, Alt F2. Shu orqali bemalol D diskga o'tib, kerakli ma'lumotlarimizga o'tishimiz mumkin. Endi bu o'ng oynadan chap oynaga o'tish uchun Tab tugmasi bor. Tab tugmasini bir marta bosish orqali bu o'ng tarafga o'tdi. Yana bir marta bossangiz bu oynaga o'tadi. Shu orqali bemalol harakatlantirib yuqoriga tepaga ishoralari bilan ishlatishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.